Excelda bitta katakchaga yozilgan ism familiyani alohida qilib bo'lishni oson yo'lini o'rganib olamiz. Buning uchun barcha ism familiyalarni tanlaymiz. Yuqoridan Danli bo'limiga o'tamiz. Ushbu funksiyaga cheritamiz va birinchisini tanlangan holatda Delete tugmasiga bosamiz. Bu joydan probel orqali bo'lishni tanlab, yana Delete tugmasiga cheritamiz. Gatovo va tayyor. Agar bizga quyidagi usullar kerak bo'lmasa, ularni tanlab o'chirib yuborishimiz mumkin. Yoki ularni bitta katakchaga birlashtirib qo'yamiz. Buning uchun o'ng tomondan yangi ustunga cheritamiz va quyidagi formulani yozamiz. Va Enter tugmasiga cheritamiz. Avto to'ldirishni ishga tushiramiz. Lekin bu katakchalarni o'chirib yuboradigan bo'lsak, unda bu qismda ma'lumotlar yo'qolib qoladi. Bu to'g'ri ishlashi uchun ushbu ma'lumotlarni tanlaymiz. Ulardan nusxa olamiz. Выставить tagidagi stirkaga bosamiz va faqatgina qiymatlarni joylashtirishni tanlaymiz. Endi mana bu 3 ta ustunni tanlab, butunlay o'chirib yuboramiz. Ko'rib turganimizdek barchasi tayyor. Aytgancha, atigi 100 ming so'mga kompyuterni noldan o'rganish, Word, Excel, PowerPoint va qo'shimcha bonus darslarni qo'lga kiritish uchun IT Masters obuna botga o'ting va obuna bo'lish tugmasiga bosib, kursimizga qo'shiling. Kursda xohlagancha savol berishingiz mumkin. Kompyuter o'rganmoqchimisiz? Mana imkoniyatni zo'ri.